Hammani uyda topiladigan mahsulotlardan rulet tayyorlaymiz. Ikkita tuxumimizni olib, biroz mikserlab, unga yarim banka sugo'shonka solamiz. So'ng 2 osh qoshiqda pista yog'i yoki margarinni eritib qo'shamiz. 1 piyola unni 2 ga bo'lib elakdan o'tkazib, 1 choy qoshiq razexritel bilan lopata yordamida aralashtirib olamiz. Ishoning, iftorligingiz uchun eng chiroyli va eng mazali desert bo'la oladi. Shu quyuqlikka kelganda aralashtirishni to'xtatamiz. Idishimizga pergament qog'oz solib, tekislikda yoyib olamiz. 180 gradusda 25-30 daqiqada pishirib olamiz. Ruletimizni issiq holatida ho'l sochiqqa rulet shaklida o'rab olamiz. Shu holatda sovitib, sovigandan so'ng orasiga istalgan nachinkadan solishimiz mumkin. Men o'rik murabbosidan foydalandim. O'rik murabbosini biroz blenderlab olib, bir xiltekda ruletimiz ichiga surib, yana rulet shaklida o'rab, unga ham biroz murabbodan surib, kokos festrushka yoki shakar kukunidan sepib bezatsak bo'ladi. Shunaqangi yumshoq, momiq, hammaga birday yoqadigan ruletimiz tayyor bo'ldi. Uchun ayni muddao. Albatta tayyorlab ko'ring va menga obuna bo'lishni unutmang. Bundan-da oson retseptlar hali oldinda.